Assalomu alaykum hurmatli Driving School obunachilari. Sizlarga ham Driving Schoolda o'qishni tavsiya qilaman. Kim oson, qulay, tez prava olmoqchi bo'lsa, Driving Schoolda o'qiydi. 20 tadan 20 ta. Assalomu alaykum Driving School obunachilari. Men test imtihonidan 20 tadan 20 ta yechdim, chunki Driving Schoolda o'qidim. Hammaga Driving Schoolda o'qishni maslahat beraman. Assalomu alaykum. 20 tadan 20 ta yechdim. Hikmatilla ustozga kattakon rahmat. Assalomu alaykum Driving School kuzatuvchilari. Biz hozirgina imtihon topshirib chiqdik. 20 tadan 20 ta. Bizani bu tayyorlanib, yaxshi o'tib olishimizda Hikmatilla ustozni hissalari juda ham katta sababchi bo'ldilar. O'zimiz ham tayyorlandik, lekin ustozimiz darslarni yaxshi o'tib berdilar. Testlarimizni muvaffaqiyatli o'tishimizga ustoz sababchi bo'ldilar. Rahmat katta ustozga. Assalomu alaykum Driving School o'quvchilari. Hozir imtihondan chiqib, bittada o'tib chiqdim. Bizani Hikmatilla ustozimizni eng yaxshi ustozlardan biri. Hamma narsani tushunarli, aniq, tiniq qilib tushuntirib berganlar. Hammalarga bizani ustozimizni va o'quv markazimizni tavsiya qilib qolaman. Driving School zo'r!